Assalamualaikum, musulmon mirtoqlar, sizlar men Bozor xabar kanali. Bugun 17-fevral. Jalolobod Uno bozorida turamiz. So'g'inlar. Bugun shu bar mashinalarni tartib ko'rsatamiz. So'g'inlar like bosib, podpisatsiya etib qo'llab turingizlar. So'g'inlar like'dan bosib, yaxshi kommentariyaga yaxshi fikrlar qoldirib. Matiz 3 2006-yil ekan, avion 1 mexanika. Rasxod 7-8 ekan. Görmüşler soğanlar. Kaç somda odasınlar? 310 bin. Ha? Bakıldı kılvadı mı? 270. 270 geri verin yerde. Bismillah. Onlar 270 geri verir. Neç puldayız ki ya? Matiz 2010 avion 1. Kaç yerdik ya Koreya? Somu kança da ayttasın? Özbekistan mı? 320 bin de ayttadı ekan Matiz ekan. Elektropaket полный комплектация oğanlar mı? İşte kojun ekan. Diskalar jasalgan. Bakılışlı kılmadı mı odasın? Kaç son verdi? 280. 320 de. Ne verdi onda? Like'bası basıp kurumuzlar da onda. Tartı başlayıyoruz. Biz tartıp varın gösterip. Onlar Matiz 2. 2007 yılında 8 avion rasvatı 5-6 iken, senin 820 bin ekan onda. Ne oluyor ekan bu? 220 bin değil. Cazip ettir mi? %70 verdi ekan Matiz işlerinin barcağına. Mexanika? Avtomatlı. Avtomat ekan. 170 verdi ekan şu Matizga hozirga 220 degangacha. Mana Matiz 2010 8 tabii. Sizlerden mi bu? Yo'qdan bu. So'mi qancha ekan? 240. O'zbekiston o'xshaydi ha? Mexanika bo'lganda. Elektropaketimiz ekan. Rучной. 240 ming deydi, 210 ga berib edik deydi Matiz bo'lganda. O'zbekiston ha? Amnos qancha so'm? 270 ming. Daha bir Matiz ekan bo'lganda shu olib sotadi ekan 2004-yil 08 avion rasxod 607 ming. Bu da Özbekistan ekan. Nam barjaq emas, avtomat. Nakojunni elektropaket, полный комплектация. Ekan. Nomer 0552 002100 ekan şu Matizniki. Qancha qilishdi bu do'stim? Evet. 270 ming. Barjoq normalniy da. Matiz kimni ag'i? Aq tusdagisi. Ekiming ekanchi yildan 8 avion 170 ming deydi. Nomer. Koreya deydi. Şu Matiz bir ekan. Matiz eksi. Ne işler? Qancha berdi do'stim? 170. 170 o da qancha baza savdo qilishdi? 125. 125. Algansın da. Dedi qancha oldu? 2015 olgan. 2015 olgan. Matiz.
2004 yılında 8 abiyon mu yani? 5-6 rasxod 250.000 so'm deydi. Nomer 0777 34 58 27. Nasıl olanlar? Assalomu alaykum. Men senga Matiz menda aka qancha so'mda o'tasiz? 250 dan so'rayotgan aka odamlar. Chiroyli kitoqchi. So'radi. Qiziqqanlar bo'ldi. Reallik yo'q o'xshaydi. Reallik klient yo'q deng. Matizlar biroq osmonga chiqdilar aka. Bunda mexanik ekan bu. Elektropaket. 250 ming deydi. So'ragan odam yo'q deydi biroq. Menja to'g'anlar. Matiz 2. Qancha so'm so'mi? 350.000 so'm. 350 ming. Koreya deydi. 08 объем ekan. Nega bu bunchalik qimmat do'stim? Bu zavodskoy. Garajni хранение. Buni egasi 10 yil oldin o'lib qolgan, ashbocha endi chiqdi garajdan. Onda. Burada o'lgan ekan, esem chiqibdir. Коробка. Avtomat коробка. Mana to'g'anlar. Polniy elektropaket, polniy komplektatsiya 350 ming so'm deydi. Mana to'g'anlar. Söyleyip bakalım neymiş çıktı değil. Matiz. 350 ming so'm. Gördünüz bakanlar. Like'ı basıp koyuyorsunuzlar. Biz daha ketemiz daha kanayla. Bazarçı Spark bulup kalıp durur mu o? Her bazarda koldan kol göt. Kaç so'm bu? 530 Özbekistan ha? Koreya. 2011 yıl. Объем 1 ekan. Коробка. Avtomat коробка ekan onda. 530 ming so'm deydi. Spark O'zbekiston emas, Koreyaning. Qancha sog'an ekan onda? Barajo. Bunday diskalar men do'g'anlar. Nomerini so'rag'ay qo'yaveriyoruz biroq hech kim olmaydi bizdan baribir. Fit 2002 yil 1,5 объем ekan. Do'g'anlar nomer 0501 04 91 91. Summasini so'raymiz. Assalomu alaykum. Men senga fitmen deb qancha so'mda o'tasizlar? Blogermi? 450 ming. 450 ming. Qancha vaqt qilishdi, dostum? Bugun bo'ldek. Vaqt bo'ldi-ga. Barjoq normalniy-da, ha? Zoom, sayt. 450 ming so'm deydi. Nomerini aytdim to'g'anlar, mana. Fit. Like basib ko'ringlar to'g'anlar. Mers. Nomer 07 90 41 20. Sırayla mi? Assalomu alaykum. Bu qanday Mers men vaqti Mers bilgan uchun. Lupari. Lupari. 98 3 2 abi. Qancha so'mda aytdingizlar? 5500 5500 dollar. Merslar o'zi dollar mesh qiladi ekanda, so'm emas. 5500 dollar. So'radimi? So'radi Merslardi o'zi. Bozorning eng oldingi mashinasi. Bozorning eng oldingi mashinasi deydi ukam. Nomerini aytdim ukam. Satılib ketsin. Yo'q. Emet qo'ydim. Hozirdan bir diktat etib qo'ydim. 708 men 92 41 20 ekan. Bozorning oldi mashinasini satam deydi. Malibu Chevrolet deydi, O'zbekiston emas ekan, Amerika deydi. 13 ming dollarda o'tasa aka. 0706 13 91 46 объемmi 1.5 ekan 2016 rasxod 6.7.
To'g'onlar. O'zbekiston eng oldi mashinasilarda 13 ming dollarga. Biroq rasxod toza ekan. Onlar buna 13 ming dollar deydi. Qiziqqanlar olsa nomerini aytamiz to'g'onlar. Olsanızlar bo'ladi. 706 men 13 91 46 to'g'onlar. Boşka basan, Batista Nilsson kesin bana bilmiyorum. Fit to'g'onlar 2003 yil. 1.5 объем. 5 rasxod. Summa 7300 deydi dollarda. Nomer 0556 87 67 07. To'g'onlar. 7300 dollar bilmayman qancha bo'ladi. Like bas turingizlar to'g'onlar. Qo'llab. Bozor xabar degan ekan buni 620 ming so'm ekan. Kemi bor biroq. Savdo qildi buni. Qilaylik, ha? Hop, rahmat. Shunday ekan to'g'onda 620 ming so'm deydi. Hyundai Solaris qancha dedingiz? 1200 dollar ekan. 2016 yil 1.6 rasxod, объем 8 litr ekan. Santan 0553 07 77 75 ekan. Avantas ekan bu. Hyundai. Saltanatı degan. Bilmayman. Ichida tartiblar bundaylarda tartib qo'ydim. Avtomat bo'lsa kerak o'zi bular barlar. Buna Xudo xolasa 1 million подписчигim bo'lganda shundan mindim. Mana to'g'onlar fit tag'in bir. 2003 yil 1.3 объем 78 rasxod. Nomer 57 77 0080. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qancha so'mda o'tasin do'stim? 490. 490. Baqilishni qilishmadimi? So'rashdi 440 qilishdi. 440 ga so'radi, berib eding. Mana to'g'onlar 490 deydi, 440 ga berib turibdi, fitni. Mana to'g'onlar. Like men bosib turingizlar to'g'onlar. To'g'onlar shu fitni bar jo'g'i normal edi to'g'onlar. Barini bir video qilib tartdim to'g'onlar, barini. Mana Toyota Camry'ni so'raysiz hozir. 2006 yil rasxod 24. Qancha? 12 rasxod to'g'onlar. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz aka? 630 ming. Qanchanchi kuzovi bu? 40 ha? 40-chi kuzov. 630 ming deydi. Toyota Camry. Jazz to'g'onlar. 2003 yil 1.3 объем 78 rasxod ekan. Nomer 220 ming 92 0392. Bozor xabar degan. To'g'onlar. Jazz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshi. Qancha so'mda o'tasiz aka? 400 ming dollar. 400 ming. Barjoq normalda-da? Yaxshida va. 400. So'radi aka? Gel so'radi da. Qancha berishdi? 380 ga so'radi berib berdim-da. 380 ga so'radi berdingiz. O'ttir aka rahmat. 380 mingga berib tur. Sistemasi yaxshilagan biroq. Jazz to'g'onlar. Davom. 480 ming deb aytdi degan o. Barjoq normal edi, to'gilib qolganmi esa motor barjoq hadovoy 2006. Qancha berishdi? Qancha berishdi? 50. 450 mi?
$450'ga satmaylar ekan, 480 ming deyeceğiz. Shunday ekan, do'konlar bozor. Qattiq satib, like bosib qo'yingizlar. Assalomu alaykum.